boshqarma kelishim bilan ko'zim quvnaydi. Har burchakda o'zgarish. Xonalarga kirib aylanadigan bo'lsam, har bir xodimga bir ishxonasi ajratilgan, zamonaviy texnika, aloqa vositalari, hamma kerak injomlar bilan ta'minlangan. Xodimlar uchun kutubxonalar tashkil qilingan, sport maydonchalari, haftada 2 marta mana sport mashg'ulotlari o'tirib, joyda musobaqalar bo'lib turibdi. Bizlarni faxriylarni taklif qilishib, tomosha qilib ketamiz. Endi men o'z davrimni aytadigan bo'lsam, davrimiz ham endi 40 yildan ziyod bo'ldi. Shu 17 yoshimda forma kiyib, 84-yil Olmaota shahar yong'in texnik bilim yurtini bitkazib keldim. Bizning davrimizda shu 3 ta 4 ta har bir yo'nalishda 3-4 xodim ishlar edi. Hammasi bir xonada o'tirib faoliyat ko'rsatar edilar. 5-6 xodimga endi shu paytlari pechatniy mashinka deydi. Shundan foydalanardik. Hammasi shu prezidentimizni odilona siyosati, harakatlari bilan bo'lib turibdi. Bu kasbni tanlashim men yosh vaqtimdan shu maktabgacha bo'lgan yoshimda shakllandi. Shu qutqaruvchi kasbini egallash. Men o'z niyatimga yetdim. Hozir ham yoshlarni ko'rib turib faxrlanaman. Eğer yana bir 18-20 yoshimizda qaytadan bo'lsak, yana shu kasbdan boshqasini tanlamay, yana shu kasbni tanlab, ishimni shular bilan birga davom qildirsam degan istagim bor. Endi hozirgi yoshlarga tilagim, istagim yaratilgan sharoitlardan unumli foydalanib, shu ishiga bo'lgan e'tibori, mehri oshishini istayman. İşlerinde muvaffaqiyat, charchamasdan shu yurtimizga halol xizmat etish hammasidan nasib qilsin.